Voy, nima bu maxluq? Farg'onada shunaqa apparatlar bor ekan, mana qarang. Rasm chizib qo'yilganini qarasangizchi. Shu darajada og'ir mototsikl ekan. Buni haydash uchun kachki trenirovka qilish kerak ekan, buni og'irligida. Bu mototsiklni qayerda ko'rdim desiz, Farg'onada mana su eski sum bor-ku, hozir kartinga bo'lgan. Ana o'sha yerda shunaqa mototsikl bor ekan. Yana eng qizig'i aynan shu yerda o'ziga trenirovka qiladigan Farg'onani kachoklari chiqayotgan zal ochilibdi. Leon Sport Fitness. Hamma Farg'onalikni tarqatib qo'yindi. Jasur aka, lekin zalni boplabsiz. Mana Power Gym bilasizlar, eng top trenajyorli apparatlar hisoblanadi. Ba'zi trenajyor zallar podolda bo'ladi, havo yaxshi aylanmaydi. Bu ham birinchi etajda ekan, ham dimoqot sistemani boplagan ekansizlar. Yaqinlaringiz bilan barzam kachoklashib keting. Qaloqda kachok bo'lsangiz, qarang, trofga qilmayazgina paytda qaytib ketyapti. Keling, mana shu trofga qilib yuborsangiz bo'ladi. Bu zal kelsangiz, Sardorboy o'zlari trenerlik qilib shug'ullantirar ekanlar. Lekin kachok bo'lib seryozni ko'rinishadi. Lekin aslida yomon samimiy bo'ladi kachoklar. Leon Sport Gymga kelinglar, общий fizik podgotовкalaringizni zo'r qilib beraman. Da, birinchi egasi yaxshi odam ekanlar, demak zal ham bu yoqqa zo'r bo'lib ketaveradi. Profilligi bor, kelin mazza qilib shug'ullaning.